Mamlakatimizda yashirin iqtisodiyot ulushini keskin kamaytirish, soliq bazasini kengaytirish hamda fuqarolarni qonuniy mehnat faoliyatiga keng jalb etish maqsadida davlatimiz rahbarining yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun qulay shart-sharoit yaratish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Mazkur qaror mazmun mohiyatini aholiga, ayniqsa yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan shaxslarga yetkazish maqsadida Surxondaryo viloyati soliq xizmati organlari xodimlari tomonidan keng ko'lamli targ'ibot va tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Ayni paytda viloyatning Qiziriq tumanida 24304 nafar o'zini o'zi band qilgan shaxs hamda 1465 ta yakka tartibdagi tadbirkor faoliyat ko'rsatmoqda. Tuman soliq inspeksiyasi xodimlari tadbirkorlik subyektlarida bo'lib, qarorda nazarda tutilgan yangilik va imkoniyatlar haqida atroflicha ma'lumotlar bermoqda. Jumladan, ushbu qarorga muvofiq 2026-yil 1-yanvardan boshlab yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun qat'iy belgilangan miqdordagi daromad solig'ini to'lash tartibi bekor qilinadi. Shuningdek, 2025-yil 1-noyabrdan boshlab raqamli platformalar orqali masofaviy biometriya vositasida identifikatsiya qilish va mobil telefon raqamiga SMS xabar orqali ro'yxatdan o'tish imkoniyati yaratiladi. Olib borilayotgan tushuntirish tadbirlar jarayonida shu kabi qator imkoniyatlar xususida atroflicha ma'lumotlar taqdim etilmoqda. Qarorga ko'ra 2026-yil 1-yanvardan boshlab yakka tadbirkorlar uchun qat'iy belgilangan miqdordagi jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ini to'lash tartibi bekor qilinmoqda. Shuningdek, yillik aylanmasi 1 milliard so'mgacha bo'lgan yakka tadbirkor va o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun aylanmadan olinadigan soliq stavkasi 1% miqdorida belgilanmoqda. Amalda esa u 4% stavka bilan belgilangan edi. Qarorda belgilangan shu kabi qator yangiliklarni tadbirkorlarga yetkazish maqsadida targ'ibot tadbirlarini olib bormoqdamiz. Qarorda yana bir muhim yangilik: yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilganlar uchun raqamli platformalarda elektron hamyon ochish imkoniyati yaratilishi belgilangan. Bu hamyon orqali ular daromadlarini qabul qilish, xodimlar va davlat organlari bilan hisob-kitob qilish, shuningdek, soliq va boshqa majburiy to'lovlarni to'lash imkoniga ega bo'ladi. Shuningdek, qarorga ko'ra kunlik xodim yo'lovchilar uchun shu kunning o'zida to'lov tizimi joriy etiladi. Bunda xodim bilan elektron mehnat shartnomasi tuzilishi, xodimning raqamli hamyonga ega bo'lishi va soliq intizomiga qat'iy rioya qilinishi talab qilinadi. Aziza Islomova, Ilyos Rahmatov, tafsilot informatsion dastur uchun maxsus tayyorlandi.